O'zbekistondagi aksar matka sohasidagi kasalliklar sog'lom, yakunlanmagan jinsiy aloqaning natijasida bo'lar ekan. Erkaklarda ham, ayollarda ham. Bu nima degani? Jinsiy aloqa bu faqatgina tana yaqinligi va tana ishtirok etish kerak degani emas. Emotsional yaqinlik ham muhimdir. Agar juftlar emotsional yaqinlikda bo'ladigan bo'lsa, ular orgazm his qiladi. Orgazm bu hissiyotdir. Hissiyot esa tanada uyg'onadigan zavq demakdir. Buni o'ziga ishonchi past ayollar bilmaydi. Ular o'ylashadiki, men ozsam, turli xil feromonlarni ishlatsam, atirlar sepsam, chiroyli bo'lsam, xushbo'ylansam yetadi. Pinyarlar kiysam yetadi. Mana shu orgazm beradi deb o'ylashadi. Aslo bunday emas. Yo'q. To'g'ri, tanadagi faktorlar erkak va ayolni bir-biriga bo'lgan qo'zg'alishlarini bizda sodir qilib beradi, lekin bu orgazm bermaydi. Hissiyot, orgazm bu erkak va ayol o'rtasidagi energetik hislar birlashuvidan sodir bo'ladi. Shuning uchun ham ayol o'ziga nisbatan bahosini oshirishi va aynan mana shu intim munosabatlar haqida uyat, sharmanda degan bloklarni olib tashlab, qadriyatlarimiz doirasida ruxsat berilgan darajada erga yaqinlashishi, hissiyotlarini bildirish kerak. Bu munosabatlarni mustahkamlaydi. Bu haqda yana ham batafsil YouTube platformasidagi darsimda bepul tushuntirib berganman. Darslikni qo'lga kiritish uchun izohlarda 9 raqamini qoldiring.